Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan XNX Broker'dan to'liq ro'yxatdan hamda verifikatsiyadan o'tishda ko'rib o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun ro'yxatdan o'tish havolasini videoda hamda kommentariyada qoldiraman. Sizlar mana ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosasizlar va hozir sizlar bilan birgalikda ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, hozir ro'yxatdan o'tish uchun birinchi qatorga biz o'zimiz email pochtamizni kiritamiz, ikkinchi qatorga esa bu yerga parol yozamiz. Parol 8 tadan 15 tagacha belgi bo'lishi kerak hamda ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosib olamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz bu yerdan real hisobni bosamiz. Real hisobni bosgandan so'ng bizni keyingi bo'limga olib o'tadi. Do'stlar, bizda mana XNX saytiga olib o'tdi. Bu joyda biz mana hisobimizda ma'lumotlarni kiritish uchun yakunlash degan tugmani bosib, hozir shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritib olamiz. Qarang, birinchi navbatda email pochtamizni tasdiqlab olamiz. Buning uchun mana hoziroq boshlash degan tugmani bosib, email pochtamizga xabar boradi. Buni tasdiqlab qo'yamiz. Hozir mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, email pochtamizga kod yuborildi. Mana shu kodni ham kiritib qo'yamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz telefon raqamimizni kiritib olamiz. Telefon raqam kiritayotgan paytda sizlar Telegram ochilgan telefon nomeringizni kiriting. SMS kod ko'pincha Telegram orqali SMS bo'lib boradi. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz o'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritib olamiz. Mana hoziroq yuklang degan tugmani bosamiz. Qarang, bu joyda misol uchun o'zimizning ismimizni hamda familiyamizni hamda tug'ilgan oy sana hamda bu joyda misol uchun mamlakatni tanlab qoldiramiz, O'zbekiston davlatini, hamda bu yerda jins tanlab qoldiramiz. Misol uchun erkak yoki ayol hamda o'zingizni misol uchun viloyatingizni hamda tumaningizni yozib davom etish degan tugmani bosib olamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda bizga bu yerda turli xil savollar beradi. Ya'ni misol uchun buni belgilab qoldirasiz. Misol uchun invitatsiya deysiz va davom etish degan tugmani bosasiz. Bu joyda misol uchun savollarga turlicha misol javob bersangiz bo'ladi. Misol uchun qaysi biri bo'lsa ham. Va bu juda ham savollar beradi. Misol uchun biznesda daromad deb tanlab qoldirasiz. Keyin bu joyda misol uchun tanlash kerak. 250 mingdan 500 minggacha yoki 100 mingdan 250 ming. Misol uchun mana 100 mingdan 250 minggacha qo'yasiz. Bu misol uchun sizda shunaqa mablag' bo'lmasa ham bu yerda sof daromadingiz qancha deyapti? 100 mingdan 250 minggacha qo'yasiz. Sizda shu mablag' bo'lmasa ham tanlab qoldirsangiz bo'ladi. Mana 50% gacha qo'yamiz. Keyin so'nggi 3 yilda misol uchun siz qancha savdo qilgansiz deb aytib o'tyapti. Bu joyda mana 100 tadan ortiq savdo deb tanlab qoldiramiz. Va do'stlar, davom etish degan tugmani bosamiz. Bu joyda misol uchun sizning tajribangiz bormi deyapti. Ha deb tanlab qoldiramiz. Va bu yerda misol uchun 1000 yevro. Va do'stlar, xuddi shunaqa tartibda kiritamiz. Va do'stlar, keyingi navbatda biz mana bu joyga misol uchun galchkalarni qo'yishimiz kerak, ya'ni galchkani qo'ygandan so'ng yuborish degan tugmani bosamiz. Endi keyingi navbatda biz bu joyda mana shaxsingizni hoziroq tasdiqlang degan tugmani bosamiz. Bu joydan biz o'zimizning pasport ma'lumotimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, bu joyda mana galchkani qo'yamiz hamda davom etish degan tugmani bosamiz. Hamda do'stlar, keyingi navbatda biz misol uchun bu joydan o'zimizning pasportimiz bo'ladigan bo'lsa pasport, bo'lmasa ID kartani tanlab qoldiramiz. Qaysi biri bo'ladigan bo'lsa ham va next degan tugmani bosib olamiz. Keyingi navbatda do'stlar, bu joyda misol uchun biz pasportimizni yuborishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ID karta bo'ladigan bo'lsa ID karta, bo'lmasa pasport. Oldi tomoni hamda orqa tomoni misol uchun rasmga tiniq tushirilgan variantini telefoningizdan misol uchun tanlab qoldirib yuklab olasizlar. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz misol uchun mana ma'lumotlarimizni yubordik. Endi bu ma'lumotlarimiz bizga 3 daqiqadan 7 daqiqagacha davom etadi ekan. Sizlar ma'lumotlaringizni misol uchun haqiqatan ham to'g'ri kelgan yoki kelmaganligini email pochta orqali ko'rsangiz bo'ladi. Agarda misol uchun pasportingiz qanaqadir bir xira tushirilgan bo'ladigan bo'lsa, pasportingizni qayta yuboring. Yuborsangiz albatta sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri tasdiqlanadi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, bizning ma'lumotimiz tasdiqlandi. Mana bu joyga yozilib qo'yilibdi. Endi bu joyda misol uchun biz o'zimizning doimiy yashash ma'lumotimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni my.go saytidan sizlar olasizlar. My.go saytiga sizlar o'zingizni misol uchun telefon raqamingiz orqali, pasportingiz orqali ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng doimiy yashash ma'lumotini olasizlar. Doimiy yashash deb qiladigan bo'lsangiz ma'lumotingiz kelib chiqadi va bu joyda yakunlash degan tugmani bosib, hozir shu ma'lumotimizni biz rasmini yoki PDF variantini yuboramiz.
Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda misol uchun mana manzilni tasdiqlovchi hujjat deyilgan. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buni sizlar xuddi shu my.gov saytidan olasizlar. Doimiy yashash ma'lumotini. Va bu joyda mana hujjatni tanlash degan joyga bosib, mana qurilmadan tanlashni bosamiz va hozir kiritib qo'yamiz. Do'stlar, sizlar buni misol uchun skrinshot holatdan ham yuborsangiz bo'ladi. Agar misol uchun bir martada qabul qilinmaydigan bo'lsa, ikkinchi marta yana qayta yuboring. 2-3 martada qabul qilinadi. Yoki PDF variantini yuboring. Men skrinshot holatini yuborib, hozir continue degan tugmani bosib olaman. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ma'lumotimiz ham yuborildi. Bu ma'lumot ham 3 minutdan 7 minutgacha tekshiriladi ekan. 24 soatgacha ham davom etishi mumkin. Endi biz misol uchun hozir bemalol misol uchun hozir pul kiritib savdo qilib borsak ham bo'ladi ekan. Buning uchun depozit degan tugmani bosib olamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, mana depozit degan tugmani bosadigan bo'lsak, misol uchun biz bu yerdan pul kiritib olsak ham bo'ladi ekan. Mana USDT misol uchun kartalar orqali ham bemalol kirsa bo'ladi. Qarang. Mana X deb bosamiz. Misol uchun mana BNB orqali yoki misol uchun qarang, mana Humo karta orqali, Uzcard, misol uchun mana Binance Pay kriptovalyutalar orqali ham misol uchun bemalol pul kiritib olsak bo'ladi ekan. Xuddi shunaqa tartibda pul kiritib olamiz. Qaysi bir qulay bo'lsa, pul kiritib olsangiz bo'ladi. Agar misol uchun kriptovalyuta orqali kiritaman desangiz, Binance orqali, CoinPay sayti orqali ro'yxatdan o'tib, bemalol Binance orqali pul kiritib chiqarsangiz ham bo'ladi. Endi hozir sizlar bilan hisobimizda qanday tartibda MetaTrader 5 ga kiritishni ko'rsataman. Buning uchun qarang. Bizda misol uchun mana sizlarga bir boshdan ko'rsataman. Mana savdo degan bo'limga kirasiz. Kirgandan so'ng mana hisoblarim deganga bosasiz. Hisoblarimga bosgandan so'ng bizda mana shunday bo'lim ochiladi. Qarang, bu yerda misol uchun bizga server nom berilgan. Bu server nomini nusxalab olamiz. Hamda loginni ham nusxalab olamiz. Endi hozir MetaTrader 5 ilovasiga kirib olamiz. MetaTrader 5 ga ham kirdik va bu joydan hozir biz mana real account qilamiz. Ya'ni qarang, birinchi navbatda biz server nomini kirishimiz kerak bo'ladi. Buni biz nusxalab olganmiz. Hozir buni kiritib qo'yamiz mana server nomini. Kirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizning hisobimiz MetaTrader 5 ga ulandi. Endi bemalol savdo qilib, misol uchun pul kiritib ishlab borsak bo'ladi ekan. Keyin do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Depozit degan tugmani bosib, bemalol pul kiritib olsangiz bo'ladi. Mana yechib olish degan tugmani ham bosib, pullaringizni ham yechib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda ro'yxatdan hamda verifikatsiyadan o'tib olasizlar. Hammaga omad. Videoga like bosib, Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying.